Yoki shoshmang. Nima qilyapsiz? Ko'rinishingizda yaxshi insonga o'xshaysiz. Sizga yarashmaydi bunaqa ishlar. Agar bir insonga sen yomonsan desangiz, u yomon bo'ladi. Sen yaxshisan desangiz, u yaxshi bo'ladi. Rosta. Ha, juda ham yaxshi insonga o'xshayapsiz. Yuzingizda nur yog'ilyapti, aka. Mendana uzr aka adashdi. Rosta yaxshimanmi? Ha? Mena rosta. Cholg'amoq sassiq, istaylik chol ekansiz, yordam beraman sizga. Senga o'xshagan yaxshi inson ko'p ekan. Vogan, nima bo'lmish ekan? Rahmat, yaxshi inson. Yaxshi insonman. Yaxshi insonman. Rahmat, yaxshi inson ekansiz. Itarish bo'lsa, itaveramiz aka, xizmatlar bo'lsa. Bolajonlar, men sizlarga sifat shirinliklardan olib keldim. Buni hozir bolajonlarimiz mazza qilib yeyapti. Opalarimiz, xolalarimiz, dodalarimiz ham yeyishyapti. Bu hozir trendda. Mana olinglar. O, sifat, rahmat. Buncha yaxshi insonsiz. Haydar, bolalaringizni yetadi. Hali o'g'lingiz zo'r bo'ladi, ko'rasiz. Voy, siz menga qilib qoldingiz. Qalbimni yomondan o'g'irladingiz. O'g'rivoy. Agar bir insonga sen yaxshisan desangiz, u yaxshi bo'ladi. Sen yomonsan, o'g'risan desangiz, u o'g'ri bo'ladi. O'zligimni yo'qotdim. O'zligimni yo'qotib qo'yma. Men o'g'riman. آرام تی جانم دلکشی خودم نظم میشد دردی من حلاوت میشد وطن ayaqqabı ukam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sebzor aka. Husan artistmi? Husan artist qandaysan ukajonim? Men seni hamma qo'shig'ingni eshitaman. Bilaman bularning barchasi hayot, barchasi javobi. Men qizim tashlab ketganda rosa shu qo'shig'ingni yig'lab eshitardim, ishon Husanjon. Husan artist, senga bitta savolim bor ukajonim. Agar nito tushunmasang. Abi to'ylarda qancha pul topasan ukajonim? Nasibaga yarish. Hay, to'g'ri, o'zimizniki. Abi Munisa Rizayeva qancha topadi? U ham ko'p topsa kerak, ha? Bilmayman aka. Ama Shohruxxonchi jirtakcha, u ko'p pul topadi, u lekin jirtilla. Ha, qancha topadi? Ayt. Bilmayman. Buncha sanani uxlasan. Qo'y, Husan artist qara. Yaqinda bir klip oluvdik. Klipingdagi ana qo'shiq qalan qizni nomerini ber. Men bilmayman. Nimaga bilmaysizlar? Kontakt qilasizlar-ku. Yolg'on gapirmaysiz. Bermaysan, ha? Faqat sizlar o'zingizlar ana qilsanglar-da. To'xta, men bitta odam olaman aytdim. Yo'q aka. Ay, necha ish ajani qilmaydi. Sho'payizga aka. Bo'pti, boraman. Husan artistmi men bu? Sen ketding, men o'xsani dildor sog'indim. Aka, men addushi fanatizman, brat, lekin zo'r aytasiz, brat. Aka, bitta iltimos savolim bor, maylimi? Ber. Boyta berib o'tir. Aka, nimaga taksi deyapsiz? Mashinangiz yo'qmi? Haqiqatdan. Yo'q, mashina bor aka, hozir chiqdim da taksiga. Bitta oxirgi savolim bor, maylimi, brat? Ber. Ana Shohruxxon qanaqa mashina haydaydi, aka? Bilmayman akajon. Munisani bilarsiz xatab, aka. Yo'q, Husan artist. Sevinch mo'yinaman. Qanaqa mashinada yuradi, aka? Aka, men xatdan bilay. Sen nimani bilasan, Husanjon artist? Qanaqa artist, aka? Sen bitta odam olaman aytdim. Aka, bo'ldi, endi avtobus emas-ku bu. Ha, nima berayotgan puling 10 ming pul yana. Ha, odam olmaymiz. Men tirikchiligim sen bilanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir aka bitta gapda. Ani yoningizda o'tirgan Husan artist emasmi mabodo? Ha, o'sha qayerdan bilding? Sepib olgan atirini hididan bildim-da. Ha, sen nima hidlaganmisan oldin? Voy, men fanatiman, u Husan artisti. Husan artist? Sen Hasan imommi? Yo'q, Hasan, yo'q. San'atkorning hayotidan savol bermaydi, ijodidan savol beradi. Xo'p, ijodda nima yangilik? Bu uyalar ekan, bu juda uyalchan ekan. Men aytaman, 25-iyun kuni bu konsert qo'yapti. Husan artistning zo'r konserti bo'ladi, zo'r qo'shiqlari bo'ladi. Yo'q, aka, bizga. Husan artist, bitta savolim bor. Nechta uying bor? Bitta uyim bor aka, bitta dona. Bu Munisaning nechta uyi bor? Men qayerdan bilaman? Ayt. Voy, men qayerdan bilaman? Nechta uyi bor? Men qayerdan bilaman? Bo'ldi. Ayt. Husan artist?
Siz ekan aka. Ya pulini ham bermadi bu. Pulini ham bermadi past. Past ekan. Tushunmadimi? Nima sen sig'may ketyapsan? Ulan tushunmaysiz. Menga qara. Sen artsan-a? Taniganimni qara. Menga qara, jo'ra. Nechta xotining bor seni? 20 ta. Alisher Fayzda nechta? 100 ta, 100 ta. Qanday eplaydi bular buncha xotinni? Bilaman bularning barchasi hayot, barchasi javobin topmagan savol. To'rt devorda Salomonxon. Ey uzr, Shohruxxon. Ustoz, men siz ashaddiy muxlisingizman. Meni shogirdlikka ola olmaysizmi, ustoz? Qanaqa shogird, ahvolingga qaragan. Boshqa ish qilgin bor. Men unaqa narsalarga vaqtim yo'q. Tushunarli. Shohruxxon, suvni o'tirib ichiladi. Turib emas. Keyin chap qo'lda emas, o'ng qo'lda ichiladi. Xosiyati yomon bo'ladi. Shoshmang aka. Ismingiz nima edi? Murodjon, Murod aka. Siz shogirdlikka olsam maylimi? Faqat yo'q demang, iltimos. yo'q demasdim. Siz meni ko'zimni ochdingiz hozir. Sizni ko'zingizni ochgan bo'lsam xursandman. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Keling, orqaga o'tiring. Oldinga o'tiray. Rulga o'tirsiz. Yo'q. Iltimos. Oldingizga o'tiraman. Mayli. Keling aka. Akajonim. Yo'q, o'zim ochaman. Yo'ryapsan. Baxshi zo'r bo'ldi, shoh. Ijodingga ko'z tegmas, o'rtoq zo'r. Kim bu? Mo'kachimi shu? Bu meni yangi shogirdim, tanishinglar. Meni yaqin do'stim. Bunaqa gapirmalaring. Tanishib ollaring, o'rtoq bo'llaring. Shohruxxon aka ustoz, bu do'stlaringiz. Hozir Shohruxxon bo'lganingiz uchun yoningizda o'tiribdi. Ishoning, Shohruxxon bo'lmasdan qolsangiz, hammasi sizni tashlab ketishadi. Bu gaplarni aytish mening farzim. Noto'g'ri tushunding. Davay bugun bir ujinga kechga yig'ilaylik hammamiz. Davay. Ha? Ovqating ne bo'ldingmi? Ha? Davay ketibdi. 10 yillik o'rtog'ingizmi deyapsan? 10 yillik o'rtoqmiz. Men Shohruxxon bo'lganim uchun men bilan o'tiribsan. Bo'lmasa telefon ham qilmasdilar. Jinni bo'lganmiz-a, Shohruxxon bo'lsa ujinga o'rtog'imiz. Aka gap qaytarmang, qo'ying, aytganlarni qiling, turing. Noto'g'ri ish qilding. Aka siz ham turing, nima o'tiribsiz? Noto'g'ri tushunmanglar. Shohruxxon bular nima haydamayapsiz? Ha bu administratormi? Ukam-ku meni. Ha, ukangizmi? Ha? Mayli, keyin haydaysiz. Ishlab turaversinlar. Ustoz, qizishmang. to'rt devorda qahratonda dardlarimni aytar. Uzr ustoz, sal chetda xato aytibsiz, qarang. Notadan chiqib ketgansizda, qarang. To'rt devorda qahratonda meni qiynading jonginam desangiz masalan tushadi. Nima deyapsan? Eshakka o'xshab hangrab, notaga tushmayapsan-ku? Nima do'stlar? Qanaqa eshak? Zo'r aytdi. Yo'q kompyuterni. Rahmat. Mana shunday ayting ustoz, zo'r Yo'q, zo'r aytaman. Yo'q dedimi? Yo'q deya. Sen nimani qilyapsan? Yo'q, mana shunday aytish kerak o'zi. Qarang ustoz, to'rt devorda qahratonda meni qiynading. Ha. O'shanday. Ustoz. Murodjon. Hayotda san nimadir sifatda? Meni hayotda faqat bir narsa siqadi. O'sha nima? Nega kirlarimizni kir sovunda yuvamiz? Toza sovunda yuvsak bo'lmaydimi ustoz? To'rt devorda qahratonda dardlarimni aytar. Bola. Vaqtimiz kamroq, keyinroq tushasizlar, iltimos. Nima? Nima keyinroq tushadi? Ustoz, sizni Shohruxxon qilgan mana shu muxlislaringiz emasmi? Nima deyapsiz siz? Vaqtimiz yo'q bizani. Siz kecha telefonga ham shunaqa javob berdingiz. To'yga zakaz tushyapti, qo'pol muomala qilyapsiz. Shular orqali biz Shohruxxon bo'ldik. Sen menga muomala qilishni o'rgatyapsanmi? Nima deysan? Ustoz, bu sizni pulingizdan ham uryapti. Ishonmasangiz hozir cho'ntagidan dollar ham chiqadi. Hey, Jam, mana. Nosakat. Mana bunisi-da menimcha. Mana. mani pulimmi o'zi?
aytishgan ekan. Zo'r bo'lsang begonalar salom berar soyangga. Yaqinlaring pichoq urar orqangga. Telefonni Shunga ishonyapsizmi? menga ber. Bugundan siz administratorsiz. Sen bilan uyda gaplashamiz. Aka? Aka demang. Administratsiya nomerini bering. Bering bu yoqqa. Nima tiqilib bo'l? To'g'ri gapir. Bir kun boshingizni yeydi mana shu. Kim? Bir kun boshingizni. O'chir ovozingni. O'zing o'chir. Bor yo'qol Bor o'zing. yo'qol. Qayerdan kelding? San'atkor uchun haqiqiy do'st topish juda ham qiyin bo'ladi. Sizda haqiqiy do'stlaringiz bormi? To'g'ri aytdingiz, bugungi kunda haqiqiy do'st topish juda ham qiyin, ayniqsa san'atkorlarda. Lekin meni juda ham yaqin insonim bor. Men uchun eng qadrdon do'stim Murodjon, keling. Sizni bir tanishtirmoqchiman. Azizlar, meni eng yaqin do'stim mana shu Murodjon bo'ladi. Boringizga shukr ustozim. Boringizga shukr. Ustoz bitta duo qiling. Ustoz, yaxshi borib keling. Murodjon, yur Dubayda aylanib kelamiz. Ya Dubayga menga balo bormi? Qishloqda administratsiya nomerga javob berib turaman ustoz. Ha, uyda shitdan shundoq kalit tog'im, menikida turib tura qol. Shitdami kal? Ha. Mashinam yo'q-ku ustoz. Ay, mana mashinani kaliti. Hayda maza qilib. Umringizdan baraka toping ustoz. Esalomon mazza qilib dam olib keling. Ya'ni zajgalga o'tkazmay ushlab qolishadi ustoz. Sen qayerdan bilasan? Bilaman endi. Mayli ustoz. Yaxshi borib keling ustoz, o'zingiz ehtiyot qiling, videolar qilib turing. Mayli. Bo'pti ustoz. Xo'p. Shoshma, sen bola Shohruxxonmisan, Shohjahonmisan, uraymi, tumshug'ingga tushiraymi? Odam ekansan, bilasanmi? Men seni odam deb, bor pensionimni yig'ib, navaramni to'yiga isib, nimaga kelmading, ha? Xizmat qilding-ku meni sen bola. Men chet el dedim-ku. Qanaqa chet el? Murodjonmi, bir administratorning bormi seni? Bor. Hamma pulni o'shanga berganman, nimaga kelmaysan? Nimaga berasiz unga pulni? Administratorman dedi, Toshkentda bo'ladi dedi. Shohruxxon, seni hurmat qilib banketga chaqirgan, nimaga kelmading? Men dam olish dedim. Administrator shu o'tirgan-ku. Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Bo'lishi mumkin. Kim u? Voy. Shohruxxon? Kim chaqirdi Shohruxxonni? Men xo'sizlar meni uyimda, nesi kelchak o'z. Qanaqasiga seni uying bo'ladi? Kecha olganman bu uyni. Keng yarmiga sotib yubordi. Yaxshi bola ekan. Qiynalgan bola ekan. Nima edi haligi ismi? Murodjon. Murodjon. Bundan keyin doim ko'zingizni ochaverasiz. Ustoz, shogirdlikka olmaysizmi? Shogirdlikka? Keling akajonim, bemalol. Mana joy bo'sh, ko'riga. Oxirigacha haydang. Qisib
bir nimaga signal chalasam, mashina qo'yaman-ku men. Bor nariyoqqa qo'y. Bo'ldi aka, bo'ldi, to'xtang. Zo'r. Bir cho'pga anchada tursin bo'ladi aka. Akajon, bir minutga mumkinmi? Salom alaykum. Nima siz mashinaning rusumiga qarab odamlarga baho beradigan bo'lib qoldingizmi? Yo zamon o'zgaryaptimi? Inomarka mingan odamu oddiy mashina mingan odam emasmi? Uzr aka. Satqay odam ketlaring. Ya assalomu alaykum akajon. Ming bor uzr gaplashayotganing akajon. Bemalol, joy bor, bemalol olib kiravering. Bemalol, uzr. Uyat ukajonim. Bu holat qaytib takrorlanmasa. Ha, qismol, gaplashyapman, ko'rmayapsanmi? Mashinaning ahvolini qara. Yana nima maslahat berasiz aka? Mashinaning rusumiga qarab muomala qilmang. Hamma birdek odam. Haydalik qilmoq. Siz pul topishga berilmang. Pulni o'zi sizni qidirib kelsin. Kerak bo'lsa, pul sizni quvlab yursin. Siz puldan qoching. Pul xijolat bo'lsa sizga yeta olmayotganda. Tushunyapsizmi? Tavba qildim. Sen jinnimisan? O'zi bir so'm pul topa olmasdan seni oldinga kelyapmiz. Sen puldan qochingmish. Pul quvlasin, biz kutib olamiz o'zimiz. Va chalavatir. Undan ko'ra bizga ikki og'iz gap bilan qanday biznesni rivojlantirishni o'rgat. Dehqonchasiga tushuntir. Yaxshi. Biznes bu hayotning devorchasi. Obbo, yana boshladi. Biznes bu o'yin. O'yin. Dehqonchasiga tushuntiraman. Qozonga yaqin yursangiz, qorasi yuqadimi? Biznesmenga yaqin yuring, biznesi yuqadi. Qarshi. To'g'ri aytyapti, lekin bir sinab ko'rish kerak buni. Yuqsin. Shu akani bizneslari yuqsin menga. Yuqsin. Shu akani bizneslari yuqsin menga. Bu meni tilamchi deb o'yladi shekilli. Men tilamchi emasman. Yig'ishtirib motivatorni. Men senga o'zimcha zo'r narsa aytaman, ota-bobolarimizdan qolgan. Biznesing gullab ketadi. Nima qilish kerak, bobo? Birinchi navbatda ishxonaning 4 ta burchagida shakar sepasan. Eshigiga qalampir munchoq bilan arini inini qo'yasan, klient chaqiradi. Ertalab ishlab tutasan. Bu baraka degani, balam. Ko'rish kerak ekanda. Klient kelsin, bizneslarim zo'r bo'lib ketsin, klient kelsin. O ana ish berdi, klient keldi. Biroq buncha sasigan sizdan kelyaptimi yo mendanmi? Yo bu buncha sasiganmi? Kirmaymiz yo'q. Ketdi, bir yuring ye. Keling bu yoqqa. O'zim nima qilish kerak? Nima qilsam biznesim zo'r bo'lib ketadi? Alo. Pullarni chiqartirib yubordim. 7-filialni ochamiz, xudo xolasa. Yo'qsin, shu akani bizneslari bizga kelib yo'qsin. Bu yamani Chalavatirga borgan shekilli. Ikrom, oxirgi marta so'rayapman, qarzingni ber jo'ra. Beraman shuni, qochib ketmayapman-ku. Menikini qachon berasan? Sanikini ham beraman. Beraman deganing 6 oy bo'lib ketdi. Jo'ra qarz deb olgansan. Iltimos sendan insof bormi? Ber. Beraman, qochib ketmayapman. Serpoy qilyapti hozir. Beraman, qochib ketmayman. Umr bermaydi bu. Alo. Doktor, sinov tashing. Men vampirman-da. Shu odamlarning qonini ichib tirikchilik qilib yuramiz. Shu kecha bitta odamning qonini ichdim. Shu yuqumli kasalligi yo'qmish qilib atravleniya bo'ldimmi deymanda. Shu yeganimni qusyapman-da. Dori yozib bering. Bo'ldi, dori yozib beraman. Mana, sizdan 100 ming so'm bo'ldi. Rahmat. Biron kun berarman. Qachon berasiz? Biron kun beraman, qochib ketayotganim yo'q, tavba qildim. Ana ko'rdingizmi doktor? Yo'qdi-da. Yo'qdi. Cho'ntagimda pulim bor, lekin bergim kelmayapti. Yuqar ekan-da qondan, ha? Jo'ra bitta sigaretingni ber, bitta chekay. Magazinda sotadi-ku, o'zing pulingni olib chek-ko'ra. Ma. Arazlama Jo'rajon. Arazlama, men beraman. Qancha desang beraman, men. Ketdik o'tir Jo'ra. Jo'ra, mashinani bitta men hayday. Jinnimisan, yo'lda gayi bor. Voy, billah.
Ma, jo'rajon, ma, ke ol. Men san shu mashinani, men. Bitta temirni qizg'anding, temirni. Jonim, men seni butun umr yaxshi ko'raman. Ay jara, qizingga ayt, dugonasiga telefonni bersa, meni gaplashtirsan. Sen Bobur jinnimisan sen, ha? Bar bu qiz seni tanimaydi-yu. Darrov xafa bo'lasan, ma. Alo, assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Meni tanimayapti. Voy bilan. Ha, arazlama jur, arazlama. Sen meni isqirq deb o'ylading. Yo, etika, Sen meni nopok deb o'ylading. Etika, etika. Qo'y. Men Robinson Land Cruiser baxtsiz hodisa tufayli avariyaga uchrab, kimsasiz orolga tushib qoldim. Bu yerda mendan boshqa hech qanday jonzot yashamas edi. Yillar o'tib, bu kimsasiz orollarda qolib ketaman deb hech ham o'ylamagan edim. Bu yerda ochlikda, suvsizlikda yashadim. Bir kuni ochlikdan o'lay deganimda, yonimda hamrohim Jumaboy kelib qoldi. Jumaboy. Buni qayerdan olding, Jumaboy? Kema keldi. Shaharga ketayotgan ekan, qornimiz och desam, shuni tashab ketdi. Молодец, Jumaboy. Jumaboy zo'rmi? Jumaboy zo'r. Jumaboy kurtoymi? Kursoy. Shu Jumaboy turib tepyapti-da. Shu seni bir so'kaymi yoki bir so'kaymi? Nimaga? Ha, nimaga? Kema o'z oyog'i bilan kelibdi. Shahargacha olib borib tashla desang o'lasanmi? Robinson, ovqat so'radim, olib borib tashla deyishga xijolat bo'ldim. Madaniyatsizlikka kiradi-ku. Anang nimaga? Shu senga madaniyatni o'rgatguncha bezlikni o'rgatmaymanmi? Makaldoni olibsan, qaynagan suv so'ramaysanmi? Bir onang yo'q deb so'kim keladi, onang ham yo'q desadi. Robinson, ha, onang. ona degani nima degani? Mana yaqinda 32 mingta mashina sotildi 1 soat ichida. Jetra bilan Cobalt Xabarim bor. O'shalarning hammasini men sotib oldim. Nega? Shu nimaga degan savol tug'iladi. Yo'llarda probka bo'lmasin deb. Olijanobli. Uzr. Hi, my friend. What? No. Listen, please. I no have money, you know. Now I no have money. Shut up. Kim? Elon Musk. Yo, qarz olgan, qaytarib bergani yo'q hali. Yana ustiga qarz so'rabdi. Men yaqinda uchastka qurdim. Endimi? O'sha uchastkamga elektriklar chaqirdim, montaj qilib ketishdi. Kulcha tilimni shunday o'chirsam, Uchtepa bilan Chilonzorda svet o'chyapti. Shunday yoqsa, Yunusobodda o'chyapti. Men aytdim, shunday uyimni senlarga beraman. Elektr stansiya qil dedim. Lekin menda ham tuzor narsa bo'ldi yaqinda. O'zim hayron qoldim. Bilmayman nima iste'mol qilaman, lekin bilmayman. Mana gaz chiqazam dedi. Gaz chiqadim. Meniki metan ekan. Endi o'rtog'im aniqlab qoldi. Shunaqa tarkibida metan bor ekan. Yo, siz qaysi gazni aytyapsiz? Uyimdagi bo'yiga plita gaz bor-ku. U gazmi? Ammo yo'q, qo'mpar. Ey, dasturxon oldi. Xo'sh. Men pullarimni Dubayga jo'natyapman. Tashlagingiz yo'qmi? Yo'q. Naryoq issiq-ku. Pullarimni terlatib atir ishlab chiqaryapman. Oy, pulga allergiya ham bor. Bo'lmaydi. Renat, что за безобразие вообще? Sorry. Nima bo'ldi? Uyimni tomiga tegib ketdi shekilli. Qanday mashinaga? Qayda ishlaydi? Nima deysiz? Bu kunimdan o'lganim ma'qul edi. Mendan ham boy ekansiz. Menga qarang. Men o'lganim ma'qul. Men bu sarmodagarchilikni ko'tara olmayman. Men o'laman. Parashyut taqishsa. Hasad yedi bu bola. Erim aniq menga xiyonat qilyapti. Menimcha uni kimdir o'qitgan yoki nimadir o'chirgan. Kompot yo'qmi? Ichkim kelyapti. Endi shu bizda ham bo'lgan, lekin shu o'g'lim savashiryapti. O'zlarini g'alati tutadilar. Ketishim kerak. U meni kutyapti, ketishim kerak. U yolg'iz-ku axir. Uni yoniga borishim kerak. Quruqda ham o'tirganday bo'lmaydi. O'zidan chiqib ketaveradi. Kechalari yo'qolib qoladilar. Bu ayol kishi uchun qanchalar og'ir. Qaysi erkakda bo'lmagan, hamma erkakda shunaqa bo'lgan-ku.
Nima meni faqat kovlayapsizlar? Mirko hammamiz Uyat bo'lsa ham shu o'lim orqasidan tushib kuzatishga qaror qildik. Assalom, jonim o'zimni. Nimalarga qolgansan hayotda? aytgandim-ku sen kimnidir topib olgandim. Hozir ikkalasini o'ldiraman. Jonim o'zimni. Sharmanda, qaramang. nima keldinglar? Uni mendan ayira olmaysizlar, u sizlardan uyalyapti. Unga unda qarama, rashk qilaman, dada. Otdan og'ziga tutay. Tomoshabinlarga uni sevishingizni va ismini baralla ayta olasizmi? Shinaray. Seni sevaman, Shinaray! Shinanayda yorim, shinanay. Kuda keling, kuda. Hozir dadajon немножко осталось. Что случилось? Что будет? Mana. Qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar jonim dadam. Sizga dadajon. Kutmagandim o'g'lim. Kerak emas edi, og'ri bo'psan-da. Kerak emasmi? Yo'q, kerak. Kerak. Katta onlarni boshlasami? Voy bilan, zo'rkimi? Hey! Videoga olding bacham? Ha, oldim. Tez Instagramga qo'ydi. Zo'r kontent bo'ldi. Dada! Qani bir jentrachamni meni bir qodir quloqni yondirayda. Dada mashina haydamasdan turing. Nimaga? Keliningiz ishga haydab bormoqchi edi. Manikiga minib boradi. Ha? Jentramga. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Dadajon, mashinada haydab ketmaying. Nimaga? Siz o'g'lingiz ishga haydab ketmoqchi edi. Haydagani boshqa narsa yo'qmikan? Boshqa narsa haydolmaydilar. Anikini haydaydimi, haydolmasa? Men qachon bilan avolasin emasin? Yo, uni haydagan narsasi bor-ku, menda yo'q-ku. Ma. Tiqib qo'ysan, uni. Bor yo'qol. Dada? Onang nimaga? Nima? Keliningiz bilan toqqa chiqmoqchi edi-da mashinada. Menga deb toqqa chiqmaysanmi, ha? Sen bir mashin sovg'a qilmagan ekan-ku. Bir marta ming'izmading, bir marta kelishingda qiliblagohim, buzrukvorim dadam deb sovg'a qilding-ku. Endi Instagram kontent uchun dada u. Otani kontent qilyapsanmi? Kontent? Bor toqqa, bor. Duo bering dada. Menga kirib kel. Yomg'irlardan qolib ketdi, bivaydim. Ko'z yoshlarim oqizdi-ku, bivaydim. Qiblagohim dadam? Bivaydini qaydan oldingiz dada? Mashina olaman deb avto e'lon.uz ilovasini yuklab oldim. Qarasam ularda aksiya ketayotgan ekan. 26-maygacha kim avto e'lon ilovasini yuklab olib, ro'yxatdan o'tib o'yin ishtirokchisiga aylansa, bivaydi chempion yutib olishi mumkin. Undan tashqari 30 dan ortiq qimmatbaho yutuqlar ham bor ekan. Men bivaydi yutib oldim. Buzrukvorim dadajonim. O'lganingizdan keyin bivaydini kimga tashlab ketasiz? Enangni yeriga. Senga tashlab ketaymi? Menga tashlab keting dadajon. Instagramga qo'yib gift qilib soqqa qilaylik, ha? Onang nimaga? Shu tug'ilmasidan oldin uyga kayfda kelmaganmikan mana? Добрый вечер, сосед. Assalomu alaykum. Почему тык-тык сделает? Я просто туалетку утернем, кнопку нажать. Ага, я первый раз предупреждение. И еще раз шумирует, я сразу позову участковой. Понятно? Простите. До свидания. Это что еще тык-тык? Просто фен. Волосымni quritish. Ага. Я больной, понимаете? Ты меня уже не нервируешь. Что? Не нервничай меня, пожалуйста. Ты понимаете это? Burakam mandarin yeyim. Ты меня уже надоел, понимаешь? Я сразу участковой позову. Позови. Любой человек позови. Можно меня яшать? Яшать не может меня, а? Посмотрим. О, сосед, она твоя жена? Да. Когда новости будет ребенок? Ой, соседка. Я туалетda o'tirganimda будет. Ты сказал, не сделайте так. Ну да. Я волос sochimni quritish на фен. Ты сказал, не сделайте так. Да. Вот это мандарин упал на землю. Ты сказал, не сделайте так. Да. Потом говорите, если так не будет, как ребенка будет?
Xonimlar va janoblar, afsus bilan ma'lum qilamizki, Toshkent Tailand yo'nalish bo'yicha C6-725 reys qatnovimiz bekor qilindi. Savolingizga pilotimiz javob beradi. Xotin qo'ymayapti. O'tgan safar Tailandda sal chepik qilib qo'ydim. Zapal bo'lib qoldim, shunga qo'ymayapti. Zarur ishimiz bor bizani. ishlarimiz bor. Menga qarab uchmasak bo'lmaydi, bularning ishi zarur ekan. Yo, ruxsat bermayapti. Xohlasanglar Samarqand Buxoroga uchiraman. Uchmaysizlarmi? Taksichi aka, men shu yerda Rustam villoga tashab keting. Yaxshi qiz. Men asli taksichi emasman. Men biznesmenman. Bizneslarim juda ham ko'p. Mana bo'sh vaqtimda shu zerikkanda shu taksichilikka chiqaman. Hobbida bu singlim. Biznesni rivojlantirish uchun kimda qanaqa takliflar bor? Turop Po'latovich, birjada benzin narxi keskin tushib boryapti. Agar biz hozir hamma benzinni olib qayta sotsak, biznesimizda katta foyda ko'rardik. To'g'ri fikr. Yana kimda qanday fikr bor? Menimcha chet elga investorlarni jalb qilsak, biznesimiz ancha kengaygan bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi, hamma shu ish bilan shug'ullansin. Men ketdim, o'zga taksichilik qilib kelay. Taksichilik? Sizda biznesmen endi borib taksichilik qilasizmi? Yo'q, zerikkan taksichilik qilib turmasam bo'lmaydi. Menimcha har bir biznesmenning orzusi taksichi bo'lish bo'lsa kerak. Turop Po'latovich, shunda neft narxi qancha bo'ldi? Ha? Qancha bo'ldi? Nima? Qancha bo'ldi? Taksichi aka qancha bo'ldi? Biznesmen aka qancha bo'ldi deyapman. Qancha bo'ldi? 15 ming bo'ldi. Siz meni tushmoq qilyapsizmi? Shota Rustam villoga 10 ming bo'lsa. Yaxshi qiz. Men yana qaytarib aytaman. Men taksichi emasman, men biznesmenman. Siz biznesmen bo'lsangiz menga qarang. Men stewardessaman. Ay, oğlum ha. Ay yuragim. Ay yuragim. Ay yuragim. Doğrumu o bering, cho'ntagim. Doğrumu o bering. Ay nimani olyapsiz? Doğrumu o bering dedim. Ay yuragim. Doğrumu o bering. Ey, to'xting, yuragim. To'xting, aka. Ay yuragim. Ay yuragim. Nahotki qaytding. Sen meni pullarimni o'g'irlab ketgansan deb o'ylagandim. Yo'q. 7 yil oldin men sizni pullaringizni olib, sizni tuzataman deb meditsina yo'nalishida o'qidim va sizni kasalligingiz tarixini o'rganib chiqdim. Qanaqa ekan? Sizni qorningizdagi bola 3 oylik bo'lgan. Shu uchun u sizni yurishga qo'ymayapti. Ha, nima kulyapsiz aka? Sen nima sohada o'qiding? Ginekolog. Va kerak, men yuragim og'riydi. Voy bilan adashibman-ku. Voy! Essiz 7 yil. Kecha aroqni qaysi qo'ling singdirib olib keldi? Ana Jonibey. Ha bilmasam o'shani zo'r degandi-da ya. Odamlarda ham insof qolmabdi. Aroqqa suv qo'shadimi nima balo? Bugun men atachentani pulini olay. Zir aroqchi olib kelaman. Ha, ustalar, hormaylar. Assalomu alaykum, Hoji aka. Qanday bo'lyapti ish? Zo'r, mana zo'r. Ish zo'r. Faqat shu atachentani pulini bersangiz, bo'ldi, ishimiz tugardi. Bo'pti, mana. Bo'ldi, ishni hech qilamiz. Ey, mardon, atachenta qanaqasini olib kelasan? 07sidan. Litrovka ichaylik. U litrovka ichsak ishga ta'sir qiladi. Aka, sigaret bering, yaxshimi? Aka, naqd pul olmaymiz, faqat kartadan to'lab olasiz. Qanaqa aka? Kartam yo'q-ku meni. Bilmadim aka. Aka. Xohlasangiz o'rningizga to'lab beraman, kartam bor. Boringizga shukr, keling. Faqat foizi bor, 10%. 10%? Yo'q, Lonka sutib o'lib ketmayman desangiz. Ha, bo'pti, keling, men. Qarang, 20 ming sigaret desa 30 ming berasiz. 10 ming qo'shib beraman. 10.92 qo'yib yuboring. Aka, eshitmadingizmi? Hozir zapravkalarda kartada to'lov qilinyapti, naqd pul olinmayapti. Kartam yo'q meni aka, jonga tegdi-ku, bo'lay.
Karta menda bor. Xolos 13 ga to'lab beraman. Faqat zapravkaniki 20%. Nima deyapsiz? Qanaqa 20% aka? Insof Nima deyapman? Men senga yordam beraman deyapman. 20% yomon emas. Xolosing to'la olmasang bor. Insofda ham yeb Insof! O, menga qara. O'zing karta ochtirib olsang bo'lmaydimi? Shuni qanday ota jonga tegdi bor. Ha, Uzkarta Moment degan kartasi bor. Любой bank filialidan ochtirsang bo'ladi. 5 minutda programmasiga ham ulab beradi. O'shandan to'laysan. Shunaqasanda xabaring yo'q. Men 1-apreldan boshlab zapravka, davlat xizmatlari, kommunalkalar hammasini plastikda to'layapti. Naqd pul olmayapti. O'shandan ochtirib ol, to'lash ham qulay. Ishlatib yurasan. Ya bidirloq, aqlchi. Sen kimsan? Sen farishtamisan? Nimaga unaqa deyapsiz? Nima bunga maslahat beryapsan men tirikchiligini buzib? To'g'risini aytyapman. Aytma, hech kimga aytma, tushundingmi? Hammaga aytasan, hozir hamma karta ochtirib oladi, keyin menga ish qolmaydi. Sal insof qiling-da. Insof 20% normalni qilyapman men. Insof bilan 20, insofmi 20? Uylik qilyapti odamlar. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib kelin, chizni qo'shib salat. Boring, nari qarab gapiring, og'zingizdan chizni hidi keladi bir. Shipshingizni yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku? Mana bayi parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Buni qaraman, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi, gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen olib gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazov uchun edi u. Dadasi! Ya tavba qildim. Nima qilyapsiz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Endi Kamila Lola videoda chiqmaydimi, to'yi bo'ldi-ku, deyapti. Yo'q, singilcha doim biz jamoa bilan birga. Xudo xolasa to'y endi, ha, xudo xolasa. So'qan qilish kerak. Oqibatiga qiziqyapsizlarmi? Aytmaymiz oqibati. Ukasi ham tillaykan. Qayerdanchi? Ya nima deyapsan? 20 yil bo'lyapti, shu kelganmi tavba qilsin. Peshana terim bilan. Musurka tanishmi?
musiqalar tanishi bu musiqada ijro etish meni orzuyim edi. Xudoga shukr. Ko'pchilikning muammosi shunday uy olishyapti-da, kadastrini ololmasdan sarson bo'lib yuribdi. Uni ustiga korobka holatda uy sotib olyapti. Men hozir sizlarga kadastri bor. Tayyor remonti bilan shunday yashashga kiradigan va 10 yilga o'zini narxini bo'lib to'laydigan uy topib qo'ydim. Mana Taverap uylari. Yonginasida shunday aeroport bor, ozgina yursangiz metro bor, loyihaning ichida davlat maktabi, bog'cha, poliklinika, do'konlar, aptekalar, hattoki KFC ham bor. 25% dan 30% gacha uyni boshlang'ich to'lovini to'laysiz, qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Eng zo'r joyini aytaymi? Uy sirazi nomingizga o'tkazib beriladi. Kutib o'tirmaysiz qachon to'lov qilib bo'lishingizni. Kadastrli tayyor remonti bilan uy olib yashasangiz bo'ladi. Mana shu nomerlarga hozirning o'zida telefon qilib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Taverap sizlarga zo'r imkoniyat beryapti. Yana bunaqa imkoniyat qachon bo'ladi sizda, to'g'risi bilmayman. Xo'yd opani tanishlar, oxirgi paytlar yil trendlarini chiqarayotgan opamiz. Hech gul bermagan ekanmiz, bugun shu opamizga bir gul beraylik. Reaksiyalarni ko'raylik. Qanaqa ko'pmasa bo'ldi. Kech qoldik-da syomka joyiga. Bizda oldin kelib bo'lganda ular. Ular kelib bo'lgan ekan. Agarchi Allohim agar mana shu bolalar men uchun shu gulni pul sarflab, men uchun sarflagan bo'lsa, Allohim biriga 1000 bersin. Ana shu gullarni bari qancha bo'lsa, ana shuncha sog'lomlik bersin, shuncha foyda bersin, shuncha savob yog'sin. Agar meni deb emas, mana shu vayimda deb olgan bo'lsa, Tushunmadim, nima signal chalyapsan? Nima signal chalyapsan? Sen nima baqiryapsan? Sen nima baqiryapsan? Hozir yomon ishkal bo'ladi, lekin qarab tur-da. Sen nima signal chalyapsan? Sen nimaga baqir? Nimaga qara urishadi o'zi bular? Bilmayman, lekin bu jingal aka pulini bermayapti-da. Yo sen nima baqiryapsan? Yo sen nima signal chalyapsan? To'xta, adashib ketdik. Hozir bir minut, telefon. Ha, xotin. adashib qatnasiz tug'ib qo'yaman. Ha, bo'pti, tug'aver, men razbordaman, keyin gaplashamiz. Ha, aytgancha, sen nima signal chalyapsan? Yo sen nima baqiryapsan deyapman. Bular bugun urishmaydi. Ketdik. Nima signal chalyapsan? Sen o'zing nima menga baqiryapsan? Hozir bir minut. Ha, xotin. Xotin, men razbordaman. To'yiga boraman, xudo xolasa. Nima signal chalyapsan? Voy, nima u signal chalyapti? Sen nima unga baqiryapsan? Ha, senga baqiramanmi faqat?